Ash Creek Akademiyasi. Hey, keyingi safar darsni qoldirmoqchi bo'lsang, hech bo'lmasa avval menga aytib qo'y. Xo'p, keyingi safar aytaman. Sizni ovora qilganim uchun uzr, janob Zong. Ishing bo'lsa borsang bo'ladi. Faqat esingda tursin. Har haftada hech bo'lmasa bir marta maktabga kelib ket. Tushundim. Bu bola atigi 2 kun o'tdi, lekin endi uning kuchini o'lchay olmayapman. Nihoyat yana pulim bor. Yetishmayotgan qon javohlarimni tezroq oshirishim kerak. Kelajakdan olingan tibbiy retseptlarim bor. Shuning uchun kerakli narsalarni o'zim tayyorlaganim ma'qul bo'lar. Yodimda bo'lsa, uchqun ma'lumotlar bazasida bir necha retseptlar bor edi. Bu davrda va hozirgi darajamda eng muasir shekilli. Tana mustahkamlovchi eliksir va suyak iligini quvvatlovchi tabletka. Ammo ular qanchalik oddiy bo'lmasin, baribir kasbiy uskunalar kerak bo'ladi. Harorat va konsentratsiyadagi eng kichik farq ham natijani tubdan o'zgartirishi mumkin. Dori tayyorlash uchun bir joy topishim kerak. O'zim do'kon sotib olishim aniq mumkin emas. Menda buncha pul yo'q. Atrofni aylanib chiqib qaysidir do'konning jihozlarini ijaraga olsam bo'larmikin? Ko'rishim kerak. Ha, bizning dorixonani ijaraga olmoqchimisan? Ustimdan kulyapsanmi? Tibbiy laboratoriya har qaysi dorixona uchun eng muhim joy hisoblanadi. Sen bizning maxsus retseptlarimizni o'g'irlamoqchi bo'lganlardan biri bo'lishing mumkin. Seni shunday muhim joyga kiritsam, men ahmoq bo'lib qolmaymanmi? Yo'qol, jo'na bu yerdan. Bu allaqachon 7-do'kon. Qiyin ekan. Tana mustahkamlovchi eliksirni tayyorlash uchun kerakli barcha ingrediyentlarni allaqachon sotib oldim. Ehtiyot shart bir necha to'plamdan ham oldim. Janob Zong bergan gardida 30 ming tanga emas, aslida 80 ming tanga bor ekan. O'sha qo'shimcha 50 ming tanga uning o'z cho'ntagidan chiqqan bo'lsa kerak. Agar boshqa iloj bo'lmasa, internetdan oddiy uskunalar sotib olib, omadimni sinab ko'rishimga to'g'ri keladi. Bu yer ham dorixonami? Bu do'kon shunday chekka joyda ochilgan ekan. Demak, ehtimol. Salom. Iltimos, taxtaga qaytib keling. Vaqt allaqachon bo'ldi, ajdarshoq. Salom, men. Tokchadagi narsalarni hammasini ko'rib chiq. Kerakli narsani olib bo'lganingdan keyin oldimga kel. Men sotib olgani kelmadim. Narsalarni olib qochib ham ketma. Bu do'kon kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Hammasini yozib boriladi. Oldingi do'konlarning munosabati qanchalik yomon bo'lmasin, hech bo'lmaganda ko'rinish uchun biroz gaplashar edi. Lekin bunisi bo'lsa, savdo qilish unga umuman qiziq emasdek. Bu nima degani? Sen jinnimisan? Nima kerak senga? Mening atiga bitta savolim bor. Dorixonangizda dori tayyorlashim mumkin bo'lgan joy bormi? Bo'lsa nima, bo'lmasa nima? Dori sotib olgani kelmadingizmi? Agar bor bo'lsa, sen bilan bir kelishuvim bor. To'xta. Kelishuvimizni unutma, xo'pmi? Har bir soat va undan kam vaqt uchun 500 tanga. U yerda ko'pi bilan 3 soat tura olasan. Yana Ha, tushundim. Mana kartam. zo'r. Endi sizni ishingiz bilan qoldiraman. Nihoyat boshlasam bo'ladi. Birinchi tayyorlovim. Boshlash uchun ingrediyentlarni qayta ishlashim kerak. Mutatsiyaga uchragan yashil tangali kaltakesakni tangachalardan tozalab, keyin shifobaxsh giyohlarni faollashtiraman. Neytralizator qo'shaman. Eritma 35% konsentratsiyaga yetguncha aralashtirib, doimiy haroratda saqlayman. Keyin qotishgan oytoshni suyultiraman. So'ngra lazer radiometr yordamida ko'rinayotgan nurlanish diapazonini sozlayman. Materialni oquvchi suyuqlikka aylantirib, yig'ib olib sovutaman. Va nihoyat toshga aylangan mahogani ildizidan 30 gram kesib olaman. Toshga aylangan mahogani ildizi nihoyatda qattiq. Miqdorini qat'iy nazorat qilish juda muhim. Barcha ingrediyentlar tayyor bo'lgach, ularni tartib bilan joylashtirib, xususiyatlarini moslayman. Keyin belgilangan tartib bo'yicha mutanosib aralashtiraman. Hammasini bajarib bo'lgach, mana tanani mustahkamlovchi eliksir. Uddaladim. Birinchi urishimdayoq omadim chiqishini kutmagandim. Bu 10 ming yil keyingi kelajakdan kelgan eliksir. Lekin uni to'g'ri tayyorlaganimni bilish uchun baribir o'zim sinab ko'rishim kerak.
Hech narsa his qilmayapman. Ta'mi ham yo'q ekan. Yo muvaffaqiyatsizmi? Ha, ha, ha. Juda kuchli. Kuchimning keskin oshganidan kelib chiqqan yetishmayotgan qon javharimni darhol to'ldirdi. Hatto ortib ham qoldi. Shunchalik kuchli shifobaxsh ta'siriga qaramay, tanamga zarracha ham zarar yetkazmadi. Bu aql bovar qilmas. Bu hali hammasi emas. Eliksir nafaqat yetishmayotgan qon javharimni to'ldirdi, balki terimning zichligini oshirdi, teshikchalarni kichraytirdi, terimni oqartirib namlantirdi. Bu butun jang san'ati olamining 10 ming yildan ortiq tadqiqot va yutuqlari natijasi. Nima gap? Vaqtim hali bor edi shekilli. Bezovta qilmanglar demabmidim? Bu yerda boshqa qola olmaysan. Orqa eshikdan chiq tez. Erta qaytibdi-ya. Boshlig'im keldi.